bir ishni qamlashtirib qilinmagan shirkatga mangdim men mana. Voy, umak bilan kimning qo'shqirasiz? Menda umak palto bu. Voy. Ha, tinchlikmi? Ha, sizning bolangiz ekanda? Voy, men mangdim mana. Bir ishni qamlashtiraman bo'lgan. Nima o'tirib qarab turib ketding? Hozir biraylar o'tib ketgan qarmoq shunda puldarda ko'rindi. Qarang-a mashinasiga. Bizning qancha ishdan mashinamiz bor ular. Bizning unda mashinamiz bo'lgan bilan bir chiroyli o'g'limiz va sog' salomat o'g'limizning mashinasi emasmi? Voy yo'q. Men onda mashina da'vatdim. Qala, shunda baxtli bir oilamiz va sen bilan bizdek yosh. Uning ustiga bir oila kishilar hammamiz shunda sog' salomat o'g'limizmi? Shunda sog'lom cho'ng bo'ldi. Kunlarimiz oddiy bo'lsa-mu, shunda baxtli o'tadi. Tirishvatmanmiz. Sog' salomatli bo'lsak, hamma narsa bog'lutdi. Voy, oti dedi qala. Shuning o'zi baxt emasmi kelarlar kelar. Yana bir oti bitta. Mana. Aras, bundaki mu elbuvaqniki kaymishtalik zakısını işletili. Mu zakka, kaltıştandek, elip sep kaydırını koysak buniki. Ondan sonra, baba ötüsçalık yaxşı, su sömürçalık yaxşı, buva kusqını sıkmaydı, belini sıkmaydı, söngeçli kızartmaydı ki. Bak yaxşı kem o zakka. Ve apa? Ben şirketga mangdim. Abi yani şu gap mı? Bizden ballık boğumuz yok mu? O senin arzuyun şunami? Ben bu ayolni hazır apamagan doktorxona qalmadi. Hamma doktorxonaga ko'rsatdim. Bak iqtisodimning hammasi shuning haysiyatimi? O sening arzuying emas, bizning arzuyimiz. Bizim balimiz bağlashni shunchalik arzu qilamiz. Men oilamga tasalli beraman, bu sana tasalli beraman. Qo'yib Abi mushkabni sen qiltamsan? O sening bir qizing var, mening bir singlim bor, abi. Ne gapni qilgansiz, xo'shimni qo'yib atdim men. Addi adam, addi yollar, addi turmuşlar. Mening bir shunda bir umoq bir farzandim bo'lgan bo'lsa, oilam bilan ishimiz qo'lini tutib, shunda baxtli ma'lum bo'lsak, ha? En başa şu addi adamken. Addi olsun güzel bir ailemiz var.